Hurmatli shaxmat sevarlar, bugungi darsimiz shaxmat bosh qotirmasi hisoblanadi. Yurish qoralardan bu vaziyatda qoralar yutuq pozitsiyaga ega bo'lish kerak. Yutuq pozitsiyaga ega bo'lib, g'alabani ta'minlash kerak bo'ladi. Moddiy ustunlik, ya'ni pozitsion ustunlikka ega bo'lish kerak. Javobini kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. To'g'ri javob berganlarga keyingi vazifa yana joylanadi. Qachonki to'g'ri javob yozilsa, yangi bosh qotirma, ya'ni zadachi beriladi. Agar to'g'ri javob berilmasa, tashlanmaydi, ya'ni joylanmaydi. Demak, bugungi darslik jarayonimiz bosh qotirma. Eslatib o'taman, yurish qoralardan.